nimaga aynan yes uzib? Deyarli bunaqa kontent bo'lmagan o'zbek YouTube'ida, shunga birinchi ha uzib bo'lish kerak bo'lgan. Qarasam to'g'ri yuribdi bu yerda. Men buni bolan taniyman deganman. Men buni kinosini ko'rganman deganman. Keyin qarasam nega bu yerda yuribdi desam, Ko'chaga chiqib turnik shunaqa quvvatda endi optuda ham quvvatda. Bordim to'chini bildim, 3 metrani ko'rgan. Topimman-da. Tepaga chiqib olmabdimi shu standartga. Yo, shu turnikka o'zicha quvvatda endi komil desam, keyin erta shu ko'rgan ekanda. Emotsiya katta rol o'ynaydi kino ko'rishda. Qanchalik ko'p emotsiya olsam, qanchalik ko'p hayratlansam, qanchalik film noodatiy bo'lsa, boshqalarga o'xshamagan bo'lsa, shular yoqadi. Shunday baho beraman men. Agar mana shu videoda 5000 ta like yig'adigan bo'lsak, mana shu studiyamizda albatta endi yig'ilyapti. Qo'ldan keladi, muxlislar bosadi albatta. Bosadi, xudo xolasa. YesUzBni obunachilari ko'rsamiz, bolalar aktivni like bosamiz. Bekor etib qo'ydilar-da. Nimaga bilasizlarmi? Men aytayman. Agar 5000 ta like yig'sa, mana shu studiyamizning bu yoq tarafida monitor bor. Katta monitorda sijinni yoqamiz-da. Sardor akaga ko'rsatamiz. Abbosni ham moylab qo'yamiz. Shu yerga oxirigacha ko'rmagan ekan. Yaxshi fikr deydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kino Sharq podkast loyihasi. Men Rahim Abbos, Shahboz Adhamov va bugungi mehmonimiz YesUzB YouTube kanalining asoschisi Sardor Tursunaliyev. Hammaga salom, muxlislarga, obunachilarga. Aka, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zlaringiz. Rahmat. O'zi qarang, bizda Kino Sharq loyihasida shu kelgan mehmon bilan boshida ozgina gaplashib o'tamiz. Okay. Keyin sekin shu kinolarga berilib ketaveramiz-da. Bo'ldi, muammo yo'q. O'zi qarang, men so'ramoqchi bo'lganim, nimaga aynan YesUzB? Mashina nomerlariga podражать. Yo'q, unaqa narsa, o'ylangan narsasi yo'q. Hech qanaqa bir murakkab narsa yo'q bu yerda. Shunchaki hammada bo'ladigan muammo boshida nima qo'yay degan savol kelgan kanalga. Eng qiyini shu, kanal ochib yuritishdan ko'ra nom topish qiyin. O'z programmistlarda ham shunaqa gap bor-ku, programma yaratishdan ko'ra unga nom topish qiyin deydi. Xuddi shu narsa, endi nima qo'yay deb o'ylab yurganman. Keyin kichkina sababi ham bor, ozgina, kichkina. Deyarli bunaqa kontent bo'lmagan o'zbek YouTube'ida, shunga birinchi ha uzib bo'lish kerak bo'lgan. Shunaqa qo'yganman ham kanal nomini. Keyin qarasam, eshitilishi ham sal nito'roq, keyin ko'zga ham yaxshi ko'rinmayapti-da. Keyin yaxshi qo'ymagan ekansiz. Hani inglizcha haga o'zgartirib o'rganman. YesUzB bo'lgan, ham harflari ham simmetriya bo'lgan. Keyin hali 10 ta bo'lmasidan oldin kanalimdagi obunachilar o'zim yoqmaganda, yoqmashni boshlagan. Yo'q, YesUzB deb boshlangan. Hali video qo'ymasdan oldin ha uzib edi, keyin YesUzB qilib video qo'yish boshlaganman. Ozgina vaqtdan keyin o'zim yoqmashni boshlagan. Orada o'zgartirmoqchi bo'lib qolganman, keyin yaxshi nom topa olmaganman. Xullas keyin shu bilan qolib ketdi, o'zgartirish. Keyin u odam o'rganib ham ketar ekanda hozir. Yo'q, nimaga unda ismingizni masalan qo'ymagan? Bir xil ismini qo'yadi-yu. Bilmadim, ismim qanaqadir uzun bo'lib ketgan, bir quloqqa jarangli eshitiladigan ism familiya bo'lsa ham qo'ysa bo'ladi-da. Yo, Sardor yaxshi ism. Yo, Sardor yaxshi, endi uzun bo'lib ketib qolgan. Familiyani chopish kerak-da, prosta. Endi bu shaxsiy blog emas yoki vlog emas. Qandaydir o'sha kinoga bag'ishlangan blog bo'lgani uchun ism familiya qo'ymaganman. Lekin bitta savolda shu mana. YouTube'da YesUzB. Aha. Nega Instagramda Kino Sharq? Chunki boshqa bir YesUzB ochib qo'yib bo'lgan. Yo, birinchi sababi shu, YesUzB band bo'lgan, nomlari har xil. Keyin YesUzB bir narsa deb qo'shib qo'ysam bo'lar edi. Endi fake akkauntga o'xshab qoladi bu narsalar. Shunga qilib o'tirmaganman, yozganman akkauntlarga. Eng qiziq o'sha akkauntlar yurmaydi-da, qolib ketgan, ishlatilmaydi. Yozsam javob yozmaydi, kommentariyasiga ham yozganman, direktiga ham yozganman, sotib olaman, yozinglar deganman, hech kim javob yozmagan. O'sha ikkitasi bor edi, shunday YesUzBni o'zi, keyin yes takchizich uzib. Shu ikkalasiga yozganman, javob kelmagan, keyin shu kreativniroq nom o'ylab topib olganman. Kinoshun. Yaxshi. Nechinchi yil boshlagan edingiz? Adashmasam 6 yil bo'lyapti-da, hozir 6-yil ketyapti. Karantin payti. 18 oxiri 2019 boshi. Yo'q, karantin ancha oldin. U paytda men hali o'qishga ham kirmagan edim.
u paytda repetitorda o'qib yurar edim matematika, fizikani. O'sha paytda boshlaganman. Ya'ni 1-yil o'qishga kontraktga kirib qolganman, 3 ball grant ketmagan, sharoit bo'lmagan, o'qimaganman va o'shandan keyin boshlab o'rganman blog qilishni. O'zi o'ylab yurganman undan oldin ham. Agar o'qishga kirgan taqdirimda ham boshlar edim. Keyin shu 1 yil ham repetitorda o'qib, ham kanal yuritganman. Keyingi yil endi grantga kirib, o'qishni bitirib, mana o'qish bitirganimga 2 yil bo'ldi. Qayerda bitirdingiz? Texnicheskini, Toshkent davlat texnika universiteti. Islom Karimov nomidagi. O'zi mana qiziqish nimadan boshlangan? Masalan, kinoga. O'zi hammamiz yoshligimizda katta bo'lganimiz bilan kino ko'ramizda, boshqa развлечение bo'lmaganda bizda masalan telefon bo'lmagan, 4 ta kanal bo'lardi televizorda. Men eslayman o'sha O'zbekiston kanallari. O'zbekiston, Toshkent yoshlar bo'lar edi, keyin yana NTT sport bor edi. bo'lardi. NTTlar keyin chiqqan, undan oldin va o'zi 4 ta bor edi. Boshqa variant yo'q edi bizda. Yo ko'chaga chiqib o'ynardik, yo uyda televizor ko'rishimiz kerak bo'lar edi. Shu kinolar, seriallar uydagilar bilan qo'shilib ko'rib, hobbi desa ham bo'ladi. Shu zanatiyaga aylanib qolgan. Keyin DVDlar chiqdi. DVD olganmiz. Esimda hali ham o'sha Ninja toshbaqalarning multseriali bor. O'shaning diski bo'lar edi. Keyin Scrooge McDuckning diski bo'lar edi. Aylantirib ko'raverar edim shu ikkalasini. Meni o'zi eng birinchi super qahramonlarim bilgan bu Ninja toshbaqalar, Cherepashka Ninja. Shularni taniganman. Haligacha yoqadi, kerak bo'lsa yana qaytarib ko'raman o'sha multseriallarni. Lekin qayta ko'rar edim, disk ko'rilmaydigan bo'lib ketgan. Qirilib ketgan. Keyin bundan tashqari bilasiz, CD disklar adashmasam bir 3 gigabayt pamyati, 4 ga yaqin. Ichida 20 ta kino bo'lar edi, где-то 200 megabaytdan bo'lsa kerak. O'sha paytda Goblin tarjima filmlar bo'lar edi. 20 tacha o'sha Chaspikdan boshlab taksigacha, o'sha Qora toyir hammasi o'shalar ko'rib o'tirar edik, yoqar edi. Keyin mana eslayman, bir kun bozorda o'sha disk sotadigan magazinlar ko'p bo'lardi oldin. O'sha darvozalarni ochib qo'yar edi, plakatlar, yangi kino kelsa plakatlarni ilib tashar edi. To'rni birinchi filmini plakati ko'rib qolganman. Agar ko'rgan bo'lsangiz, mana Mjolnirni pastga chaqmoqda chiqarib turgan mashhur rasmi bor. 2011 adashmasam. 2011 yo 2010. Birinchi qismi. Birinchi qismi o'shanda chiqqan. Ko'rib qolgan. Bu paytda hali men kanal yuritishmas, hali yosh bo'lganman. Rasmini ko'rib qolganman, yoqqan, mana shu kinoni bering deganman. Uyga olib kelib ko'rganman, yoqqan. Keyinchalik adashmasam shu televideniyada ham o'sha Temir odamni, Kapitan Amerikalarni qo'yish boshlagan va qaysidir kuni o'sha Qasoskorlar 1da ko'rib qolganman, 2012-yilda chiqqanini. Qarasam, to'r yuribdi u yerda. Men buni bolam taniyman deganman. Men buni kinosini ko'rganman deganman. Keyin qarasam, nega bu yerda yuribdi desam, shunaqa franshiza boshlab olgan-ku Marvel axirga hammasi yig'ilgan. Keyin shuni bilib, qolganlarini ham disklarini olib ko'rganman. Menga katta yangilik bo'lgan, ya'ni o'sha 3 ta 4 ta kinodagi personajlar bitta kinoda qo'shilgani. Shundan keyin Marvelga qiziqishim ortgan, Marvel kinolarini yaxshi ko'rib qolganman va o'sha blogimni boshlashim abadiyat jangi endi chiqishiga borib taqalsa kerak menimcha. Chunki esimda o'sha abadiyat jangi treylerlarini tahlil qilib yurardim-da abadiyat jangini. O'sha vaqtda. Qasoskorlar 2009-yilda chiqqan. 2018-2019 chiqqan. O'sha 2018-yil ko'rib yurgan bo'lsam, endi YouTube ham sababchi bo'lgan. Chunki o'sha xuddi o'zimnikidaqa tahlil videolar YouTube'da ko'rganman, rus YouTube'ida. O'sha rus blogerlardan ilhomlanganman desam ham bo'ladi. U payt hali o'zbekda yo'q edi. O'sha u payt YouTube'imiz juda bizda. Keyin o'sha bitta qaysidir videosini ko'rganman, o'sha belgilarigacha, bog'liqliklarigacha ko'rsatib bergan. Men ham yana bir marta portlash bo'lgan. Boshqatdan ko'rib chiqqanman, haqiqatan shunaqami kinolar deb. Bir-biriga bog'liq. Keyin haqiqatan shunaqa, keyin zo'r ekan deb menda ham paydo bo'lgan. Qarasam o'zbekchada deyarli yo'q. Keyin shu ulardan o'rganib, ularni qolipiga tushib, ustoz bo'lgan desam ham noto'g'ri bo'lmaydi o'sha blogerlar. Shu Marvel deysiz hozir mana. Marvel va unga konkurent bilsangiz DC bor. Keyinchalik DC borligini ham bilganmiz. Keyinchalik hali u payt ko'rmagansiz DC'ni kinolarini. Ko'rganman, endi bilmadim, televideniyada qo'ygan bo'lsa ham hozir men eslolmayapman. O'sha Batman, Nolan trilogiyalarini ko'rganimni eslolmayapman. Marvel va DC dedingiz.
Hop, Marvelda eng yoqtirgan geroyingiz va DCda Oh. eng yoqtirgan personajingiz. Bu hammaga aytaman, neytralman men. Kimnidir tanlamayman to'g'risi. Shunaqa deysiz-ku, menga shunaqa tuyuladiki, siz Marvelchisiz. Ha. Yo'q, Marvelning kinolari yoqadi, DCniki ham yoqadi. Faqat Marvel ko'p chiqargan-u, ko'proq Marvelning kinolari ko'p bo'lgani uchun shunaqa tuyulishi mumkin, lekin menga DC ham rosa yoqadi. Ko'raman, ko'p filmlarni, seriallarini qoldirmay ko'raman hammasini. Multseriallargacha ko'rganman. Mana shu boshida ko'rgansiz, baribir yuragiga o'tirgan qahramon qaysi biri? Hammasining orasidan. Marveldan mayli hammasi zo'r, Temir odam, Kapitan Amerika, Thor, hozir Menimcha Thor. Bularni Yo'q, bular yo'q. taninglar Thor, o'rtoqlar. hammasi teng. Bozorda No, ko'rgan. to'g'ri. To'g'ri, birinchi marta Thorni ko'rganman Marveldan. No, Kapitan Amerika ham rosa yoqadi, Chris Evans ijrosidagi. Temir odam вообще Robert Downey zo'r o'ynagan, Robert Downey yoqadi. Hammasi yoqadi menga. O'sha original asoskorlar, hozir yangilardan ham Doctor Strange yoqadi, o'zi Benedict Cumberbatch menga aktyor, eng yoqtirgan aktyorlarimdan bittasi. BBCdagi Sherlockni yorib olgan. Yaqinda o'zi reja qilib turibman, yana bir marta ko'rib chiqishni o'sha serialni. Sherlockmi? Oldin shu maktab payti NTTda berardi, esinglarda bo'lsa. O'zbekcha tarjimada bo'lardi-yu. Yoshroq paytida shekilli. Ha. Orada hozir davom ettiramiz degan xabarlar chiqib qolgan edi. Hozircha yana jim bo'lib qoldi, bilmadim. Marvel bilan bandda hozir Benedict Cumberbatch. Orada Oscar oldi King Richardga. Uni ham grafigi bo'shamay ketdi. Martin Freeman ham bilmadim qanaqadir proyektlarda yuribdi. Orada Marvel kelib ketdi. Xullas ikkalasini vaqtini topolmayapti hozir. To'g'ri. Lekin mengacha Sherlock Holmeslardan Robert Downey mashhur o'ynagan yoqadi. Kinosi bor, bir ikkisi. Boshqa olamda, cho'ta bilmadim. Uni bor, uni montaji bilan operatorskisi вообще zo'rda. Uni ko'rgan bo'lsangiz, mana slow motion kadrlarni ko'rganmisiz, trekking qilinganlar. Maza qilaman, haqiqatan hasoblashlarini zo'r qilib berdi. Dasirmolni otadi bundoq, keyin uraman O'zi deydi. anaqa deb o'ylayman, ana zamonga hamnafas qilib olish. Dinamichniroq qilib olgan. No, endi ikkalasini ham yaxshi taraflari bor. Ikkalasi endi film bilan serial solishtirib bo'lmaydi. To'g'ri. Ikkalasi o'zini nosida kuchli. Xo'p, o'zi Marvel bilan DC'ni chetga surib turamizda. O'zi siz kino ko'rayotganda nimaga ahamiyat berasiz? Hamma mehmonga shu savolni beraman men. Hozir to'g'risini aytaman, hozir odamga o'xshab ko'ra olmaydigan bo'lib qolar ekansiz. Ya'ni men ko'p tahlil, ayniqsa Marvel filmi yoki DCniki chiqsa, tahlil qilganingizdan. Tahlil qilib o'sha belgilarga e'tibor beraverganingizdan, o'sha kino ko'rish vaqtida mazza qilib kino ko'rib o'tirmaysizda, qaysidir yozuv chiqib qolsa, nima ekan deyman, bu yoqda yana kino ketadi. Nimadirga xayol ketadi, shu bilan kino qolib ketdi, nima bo'ldi, nima dedi personajlar, shu joylari esdan chiqib ketib qoladi. Shu narsaga odam o'rganib qolar ekan. Keyin sifrovoyda chiqsa, ko'rsam shunaqamidi deb qolaman-da orada. No, lekin iloji boricha shu oddiy tomoshabinga o'xshab ko'rishga harakat qilaman. No, baribir emotsiya katta rol o'ynaydi kino ko'rishda. Qanchalik ko'p emotsiya olsam, qanchalik ko'p hayratlansam, qanchalik film noodatiy bo'lsa, boshqalarga o'xshamagan bo'lsa, shulari yoqadi. Shunday baho beraman men. Masalan, qaysidir kinoni shedevr ekan bu desam, endi hamma o'zicha baholaydi, o'zining tarozisida. Men shedevr desam, o'sha film menga eng ko'p emotsiya bergan bo'ladi, kutilmagan voqealar bo'lgan bo'ladi va noodatiyroq bo'lgan bo'ladi. Yo'q, masalan, menda bu ham shu kasallikmi desa bo'ladi-da. IMDb'ga qarab ko'raman-da. Agar 6.5 dan past bo'lsa, o'sha ko'ra olmaydigan bo'lib qo'yganman. Shundoq, skip. Hayronman shu-da, mana shunga aytmoqchi edim. Sizda qanaqa bir xil treylerga qarab ko'rar ekan. Yo'q, men hozir bitta narsaga o'rgandim, rejissyoriga qarab ko'rishga o'rganib qoldim. Ko'proq, chunki o'sha o'ziga yoqadigan rejissyorlarning o'zini imzosi bo'ladi, o'zini padachasi bo'ladi. Qanaqadir bitta qolipga tushib qolganday bo'lar ekansiz. Shunaqaga hozircha o'rganib qoldim, lekin unaqa qilmaslik kerak. To'g'ri, bahoga qarab ko'rish yaxshi. Ranjish ehtimoliz kam bo'ladi agar yaxshi baholanib ko'rsa. Chunki baribir u yerda ko'pchilik ovoz bergan bo'ladi. To'g'ri, masalan, ba'zilarga yoqqan bo'lishi mumkin, past baho olgan bo'lsa ham, lekin ko'pchilik yoqmagan bo'ladi, demak past baho olgan bo'lsa. Lekin siz o'sha kamchilik qatorida bo'lib qolishingiz mumkin-da. Sizni didingizga to'g'ri keladigan bo'lib qolishi mumkin. Shunda har doim ham baland baholi film ko'rsangiz, teskarisi bo'lib qolishi mumkin, yoqmay qolishi mumkin. Endi bahoga emas, sizga maslahat, opisaniyasiga
qarab sinopsisi bo'ladi har bitta kinoni. Men tortmaydi, u nimagadir. Sinopsis o'qiyman. Ko'pchilik erinadi o'qishga. Ko'pchilik nomiga ham emas, rejissyoriga emas, shu posterga qarab ko'rsada, shunaqa bo'ladi. qarab ko'radiganlar ham Shunaqa. Yo'q, menda o'sha posterga qarab ko'rishi bu bilmayman, oxirgi mana 1-2 yilda o'zi разочарование bo'lyapti-da. Poster ko'raman, keyin kinoni ko'rsam, poster zo'r ishlangan bo'ladi, kino говно bo'ladi. Keyin masalan men qaysidir kinoni tahlil qilishni boshlasam, birinchi navbatda o'sha IMDb yoki Rotten Tomatoesga kirib, kino kritiklarda o'zini fikri yozilgan bo'ladi, muxlislarning fikri yozilgan bo'ladi. 3-4 ta betini o'qib chiqaman o'shalarni fikrini. Keyin shunga qarab, men ham o'zimni nigohim bilan qarab, o'zim fikrimni bildirib shunday tahlil qilaman. Shunday qilsangiz bo'ladi, to'g'ri vaqtni oladi, ozgina erinasiz. Endi ko'rmagan yaxshi ekan. Da, lekin shu foydali-da. Endi o'zingizga yoqadimi, yo'qmi bilib olasiz kino. Ha, yaxshi. O'zi mana qarang. Siz hamma kinolarni ko'raverasizmi? Masalan, horrormi, kriminal, masalan, janr. Ko'raveraman, faqat horror, bitta shu horrorni yomon kam ko'raman. Deyarli ko'rmaganman. Lekin qo'rqasizmi? The Last of Us seriali yo'q, qo'rqmayman qizig'i. Masalan, o'yinini o'ynadim, qo'rqinchli o'sha ovozlari bor, The Last of Us'ni. Qanaqadir jutkida o'zbekchasiga nima bo'lar? Jutki qanaqadir g'alati. Bir qirt degan ovozlar chiqib ketadi, yoqimsiz. Qo'rqinchli ham, bilmadim, unchalik qo'rqmadim. Uni qo'rqinchli emas, yoqimsiz. O'zim ham bo'pshim, horror kinolarni aytaman. Ko'rib o'rganmaganman-da. Astral, Sinistr. Yo'q, Astralni ko'rganman, hamma chastenimi? Yo'q. Voy, hamma men tavsiya qilaman. Astralni masalan 5 tasi bor. Aytayapman, men aynan mana shu horrorda uncha ko'ravermayman horrorda. Zo'r. Masalan, yoki nimaga? Chunki horror janri juda ko'p emotsiya beradi odamga. Endi u emotsiyalar ham har xili bor-da. Endi va deb chiqib kelmaydi ular. Ani o'zi eng zo'r emotsiya qo'rquv bilan напряжение ushlab turadi-da. O'sha narsa bor. Endi to'g'ri, masalan, yarim horror filmlar ko'p ko'rganman. Masalan, Doctor Strange 2si ham deyarli yarim horror hisoblanadi. Orada va deb chiqib qoladigan joyi bor, напряжение ushlab turadigan joyi bor. Masalan, yaqinda Megan chiqqan, u ham shunaqa polo horror, ikkinchi qismi chiqadi. Bilmadim, to'laqonli horrorlar ko'ravermayman lekin. Xo'p, mayli, horror o'zi ko'rgan kinolaringizdan sizda top 3tasi bormi? O'zi kam ko'rgan ekansiz mana. Horror janri. Ruh 5-13 deb boshlab qo'ying. Voy, naturi. Oldin bizda bo'lardi-yu, ko'rganmisizlar o'shani? 7 inson changalida. Yo'q. Yo'q, meni esimda yo'q. Yaqinroqda u 7 inson. Yo'q, men Yo'q, o'sha 7 inson changalida zo'r sahnasi bor. Birinchi qismi, ikkinchi qismi bilmayman. Oxirida hammasi tugaydi, 2 kishi tirik qoladi, bitta qiz bilan bola. O'sha kichkina mashinachasida uyga qaytib ketish kerak bo'ladi. Eng oxirgi sahnasi bittasi rulga o'tiradi, adashmasam bola, bunday qizga qaraydi, keyin kamera qizga o'tadi. Qarasa, qizda oltida ham rul bor-da, bor rul. Ikkita rul bo'lib qo'ygan kerak kadrda, tushunyapsiz? Xatomi? Xatolikda masalan, bolani ko'rsyapti, rulni ushlab turibdi, qizni ko'rsyapti, u ham rulni ushlab turibdi. Bu rejissyorskiy xato. Shunaqa, agar adashmayotgan bo'lsam, shunaqa edi. Yo'q. Uzr agar adashgan bo'lsam, lekin o'tib ko'rish kerak. Yo'q, paytida lekin populyarniy kino bo'lgan. Da. Masalan, endi meni to'g'risi sujet esimda yo'q. Просто men bitta ko'rganim shu mahallada bitta o'rtog'imni tug'ilgan kuni bo'lgan. Hammamiz endi mahallada kichkina paytimiz endi yig'ilib 4 yishardan narsalar bo'lardi. Kirganimizda shu DVDni olganda diskka qo'ygan Ruh 513chi qabrda o'tirib, mana shu kallalari qiyshib, har xil odam yuziga kiryaptimi, nimadir bo'lganda. Hozir ko'rsangiz lekin qanaqa multfilm, Yo'q, ko'rmadim lekin hali mana shu. O'zi nima bo'ladi? Garchi bitta Ruxsona degan qiz o'lib qoladimi, nimadir bo'ladi, to'g'rimi? Keyin hammani ko'ziga ko'rinishni boshlaydimi? Yosh qiz bo'ladi u. Endi anu kino bor, bilasizmi? Zvanok degan kino bo'ladi. Bitta qiz quduqdan chiqib kelardi. O'shanga o'xshaydi ayrim joylari. Ruh 513 o'sha horror bilan ilhomlanib olishganmi, bilmayman. Bo'pti, reytingga aytingsiz, biz o'tlab ketdi. Bilmadim, top 3ta ayta olmasam kerak. Endi pol horrorlarni aytsam, masalan, Megan sal yoqqan. Yana bilmadim. Pavarot Netudan ikkitasini ko'rganman. Kichkinaligimda emas shakal u. Nega? Horrorda hech men qo'rqmagan, kayf qilmagan. Kichkinaligimda ko'rganman. Shu ikkalasini aytishim mumkin. Qaysi birligini esimda yo'q. Pavarot Netuda 6 ta qismi bor. Pavarot Netudan 6 tam 7 ta qismi bor. Ikkitasini ko'rganman oldin. Yengisi ham chiqyapti adashmasam hozir. Masalan, men bu pillalarni ko'rmaganman-da men. Men ko'rganman. Substansiyani ko'rganmisizlar? Substansiyani ko'rdim men. Sal atraktivniroq pilla ham.
Shunaqa sifatroqda qo'yilgan. Substansiya zo'r kino. Bular ham qo'rqinchli emas. Ham to'g'ri, ekranda substansiyani mazax ko'rmaysiz-ku, esingizdan chiqib ketmaydigan film bo'ladi, lekin yaxshi olingan, bir qanaqadir noodatiy-da. Ko'rishim kerak. Hamma filmga o'xshamaydi. Mana shunaqa filmlar yoqadi menga. Rejissor psixushkadan qochgan menimcha uni. Xo'p, Abbos siz uchun top 3 ta qo'rqinchli kino. Xo'p, birinchi o'rinda Sijjinni aytaman. Nimaga? Chunki birinchi marta ko'rayotganda Sijjinni bir 10 ta bola ko'rganmiz, podvalda. Qo'morong bor. Bilasizmi? Yo'q. Ozgina aytib bering. Sijjinnimi? Sijjin haqida u endi ko'proq dinga yaqin qilib olishgan, islom diniga yaqin qilib, chunki islom dinida kelgan ekan Sij degan jin haqida. Olishgan, endi masjidlarda ham anu bo'lib, boshqa bo'lib, xullas vobshe-da. Biz men yarmigacha ko'rganmiz edi, 10 ta odam, 10 tamiz yosh bola emasmiz, bir 20 yoshligimizda ham ko'rganmiz, 20-21. Yig'ilib ko'rganmiz, no bir 30 minutini ko'rganmiz, yog'iga o'ta olmaganmiz. Yo'q. Chunki birinchi marta bunaqa horror, plus ikkinchidan dinga yaqin bo'lgani uchun juda qo'rqqanmiz. Hop, birinchi o'ringa shu Sijjinni qo'yaman, chunki ko'ra olmaganmiz oxirigacha. Ikkinchi o'ringa Astral bir ikkisi. Uchidan boshlab уже samotlab ketishgan. No, 5ida qaytgan bilasizmi? 5ida qaytganini bilaman. No, 3-4 yoqmagan. To'g'risi, 4-sani kaltmi nimadirlar bilan qiladi. Hop, Astralni qo'yaman, keyin 3-o'ringa ikkita kinoim bor. Proklятие Annabella, Proklятие Monахини degan kino. Ular men uchun katta emotsiya bergan filmlar bo'laymi. 4-o'rindan qolsa bo'ladi Paranormalniy явление. Nechinchisi? 5-qismi Metka Diyavoli degani. Yo'q. Nasha zo'r, top. Xo'p, agar mana shu videoda 5 ming like yig'adigan bo'lsak, mana shu studiyamizda albatta endi yig'ilyapti. Qo'ldan keladi, muxlislar bosadi albatta. Bosadi, xudo xohlasa. Yesuzibani obunachilari ko'rsamiz, bolalar aktivda like bosamiz. Bekor aytib qo'ydilar-da, nimaga bilasizlarmi? Men aytayman, agar 5 ming like yig'sa, mana shu studiyamizning bu yoq tarafida monitor bor. Katta monitorda Sijjinni yoqamiz-da. Sardor aka ko'rsatamiz. Abbosni ham boylab qo'yamiz, shu yerga oxirigacha ko'rmagan ekan. Yaxshi ko'rdingiz, yaxshi ko'rdim. Yo'q, rostdan shu keyin video qilib chiqaramiz o'shani-da. Masalan, menga ham qiziq bo'ldi Sijjin. Men nareskasini adashmasam ko'rganman, shu namoz o'qiydi, mana shunaqa turib o'qiyapti-da, agar kimdir qo'lini qo'yadi. Buni nareskasini men ham ko'rganman. Endi shu qo'rqitgan-da. Buni tushadi, bundoq qo'radi. Keyin 3 marta tushadi, bundoq qiladi. Keyin bundoq qarasa orqasida o'liklar turgan bo'ladi. Yo'q, ergashib namoz o'qib. Juda yomon qo'rqitgan. Men hayotimda like qo'ymaylar. Like bosing. Menda shunga o'xshagan narsa bo'lgan. Hayotimda bir kun kompyuterxonada o'tiribman-da. To'xtang, o'zingizgacha o'zingiz top 3tasini ayting-chi bo'lmasa o'zingizlaringiz. Yo'q, menda top 3da unchalik yaxshi ko'raman men ham ko'rishni. Xo'p. Astralni hammasini desak bo'ladi. Birinchisiga qo'ygan bo'lardim. Ikkinchisiga menimcha Paranormalniy явление. Shu biridan boshlabdi. Biridan boshlab hammasi 5gacha zo'r olingan. Uchinchisi bor-ku, endi u kinoni men eslab ola olmayapman-da otini. Lekin xullas mana bunaqa bitta kino bor. 3 ta bola adashmasam, shu endi maktab payti ko'rganman, lekin zo'r kino edi. Qo'rqqanman, haligacha qidirib topishga harakat qilaman, topa olmayman. Xullas nima bo'ladi? Bitta xitoylik qiz yoki karis qizmi o'shani zo'rlashadi-da. U bitta bolani yaxshi ko'rgan. Shu o'rtoq, lekin bittasi bilan qiz gaplashayotgan bo'ladi. Qarshi zo'rlashadi, keyin tashab ketishadimi, o'ldirib qo'yishadimi, qiz siqilib o'zini o'zi o'ldirib qo'yadimi, shunaqa bo'ladi-da. U o'tib ketadi oradan. Hamma ular kelgan bu narsani unutib, 6 yildan keyinmi, 7 yildan keyin hammalik yaxshi oddiy hayotga qaytishadi bolalar. Birin-ketin hammasi bitta o'rtoq jinni bo'lishni boshlaydi, bittasi o'sha nima deydi, tomi ketib qolib o'zini o'zi o'ldiradimi, shunaqa bo'ladi-da. Anu bosh roldagi bola nimagadir kundan kunga o'zini og'ir his qilishni boshlaydi-da, bo'yni ham egilib boraveradi, yelkasida. Ko'rganmisiz? Ko'rmaganman, bilaman. Yo'q, qattan bilasiz. Mana ko'rdim-da, videosini ko'rganman. Siz olganmisiz? Yo'q, zo'r shunaqa olib bergan, qarang. Qarshi bunaqa bo'ladi-da, mana egilib boradi-da, doktorga borishni, tarozga chiqsa, doktor bilan tarozni ko'radi-da, "Namuncha og'irsan" deydi-da, qarshi. O'zini tanasiga juda og'ir bo'ladi bola. Bo'lmasa ozg'in. Qarshi u fotograf bola bo'ladi-da, shu nimadir bo'ladi, shu miyasi achib fotoapparatni bitta yerga otganida, yerga tushib chuchuk rasmga oladi.
O'zi bilmagan holda rasmga olib Ha, fotoapparat. Bitta rasmga borib qarasa, bo'ynida o'tirgan bo'ladi o'sha ruh qiz. O'shaning uchun og'irlashib bo'yni og'rishni boshlayotgan bo'ladi-da. Keyin kuydiradigan narsani oladi-da, o'ylaydi miyasida hozir mana shu bossam qizni oyog'iga. Tipa qiz ketadi deb o'ylaydi-da. Qiz bo'lsa ruhi u o'zini o'zi mamatiga bosib qo'yadi. Kuyadi mamati jinni bo'lib u anaqada qolib ketib qoladi keyin. Psixushkadan. Ha, psixushkada. Mana bunaqa o'tiradigan bo'lib qoladi. Ha, 4-inchisi. Ha. 4-inchisini ham otini bilmayman-da. Mana jinni odati mana shu otini bilmay kino ko'raman-da. Ikkita variant keldi, hozir esladim. Ha. Ana kinoni ko'rganmisizlar? Xullas, bitta anaqa bo'ladi. Amerikada bilsanglar, qanadir u shassadan keyingi shassaga borgunicha orada treylerga o'xshagan kafelar bo'ladi-ku, katta bundoq o'tirib, steak pishiradi, nimadirlar qiladi. Ha. Shunaqa bo'ladi-da. O'sha yerda o'tirishganida ofitsiant qiz 2 xat bo'ladi. Xotini u bilan eri u bilan birga ishlaydigan bo'ladi-da. Keyin shu qanadir boshqa oila kiradi, boshqalar kiradi-da. Bitta kampir kirib keladi keyin. Siz ko'rgansiz, naresklar ko'p ko'rasiz, bilsangiz kerak. Xullas, aytadiki, menga steak deydi-da. Xom steak yeyman deydi, kampir aytadi. Ha, xo'p deydi, qizni qorniga qaraydi, necha oylik bo'ldi deydi. Shu yaqinda tug'aman, yo bu yoqda chaqaloqning go'shti zo'rda, yo bu yoq deydi. Sen jinnimisan deydi, urishni boshlaydi, garochi ketadi. Jahl qilibdi, narigi stolda o'tirgan aytadiki, muomalang to'g'rilagin, nima do'stsan, jinniroqmisan deb kampir ketadi. Kampir endi shu yerga turmaydiganmi, nima kurayib turmaydigan gaplar deydi-yu. Shunaqa gaplarni erkak kishiga qarab gapirib tashlaydi-da. Erkak kishi yoniga kelib, endi nimadir qilaman deganda, erkak kishini oltin tishlab uzib tashlaydi. U akazovitda kampir vampirmi nimadir bo'ladi-da. Mana bunaqa romalar bo'lmaganmi? Yo'q, sochilyapti ishmasam. Eslab ololmayman. Odam qo'rqdi bo'lardi. Xullas, o'zi u kinoda nima bo'ladi? Butun dunyoda bilmayman, hech kim mana tug'adigan odam qolmagan bo'ladi-da. Yo'q, bitta dona o'sha qiz 2 xat bo'lgan bo'ladi. O'sha qizni o'ldirish uchun butun hamma kelayotgan bo'ladi-da. Chunki mana shunaqa vampirga o'xshagan. Keyin butun anaqa bosib ketadi. Mana shunaqa vampirga o'xshaganlar. To'g'ri aytdi, kino sifatroqni qilishibdi-da. Da, tipa того. Uni yaxshi eslab olmadim, balki adashgandirman, lekin короче maktab payti ko'rganman-da uni ham. Shunaqa edi. Mana ikkita film esimga tushdi dedingiz. Ha, menga 3ta bo'lib qoldi hozir. Zo'r. Birinchisi mayli Netflixga Zack Snyder olgan Walking Dead. Walking Deadmi? Yo'q, o'sha Zack Snyder. Ходячий мертвецами? Ходячий мертвецы ham bor. Undan tashqari Zack Snyder o'zi kino olgan edi. Hozir nomi esimdan chiqib ketdi. U ham zombilar haqida. Los Anjelesga zombi tushib ketadi. Zack Snyder anaqani olgan, Liga Справедливости. Zack Snyder adashmasam-a? O'sha oldi. Keyin uni oldi, o'shani spin-offi bor. Bankni ochadigan bola haqidagi, nemis bola haqidagi. Batista qatnashgan, Batista ko'rmagansiz? Zombilar haqida. Ha, Koroleva zombi bo'ladi. O'sha bo'ladi. Men ham yaqinda ko'rdim o'sha filmni. Ikkita seriyasi bor ekan. Ikkita qism bor. Birinchisi yana shpionlar haqida, u spin-offida u. Ikkisida bank o'marishga borishsa, o'sha bankni seyfni ochadigan bola haqida bo'ladi. Birinchi qismi o'sha zombilar haqida zo'r olingan. Yana bittasi esimga tushdi. Bu Чужой хищник, Alien olami. Oldin ko'radik, bu gavdasiga tuxum qo'yib ketadi nega? Rasmiy ichdan teshib chiqadi keyin. Yo'q. Чужой, men og'izning ichidan og'iz chiqadigan. Чужой против хищника. Oldin ko'radik. Qo'rqinchlimi u? Qo'rqinchli. Fantastik. O'sha oldin chiqqanlar, buni jutki chiqqan. Keyin yana bittasi yaqinda ko'rdik, menimcha sizlar ham ko'rdilaringiz. Arvoh qiz degan kino. Qirg'izlarniki. ITV Yo'q. tarjima qilgan. Tarjima qilgan. Olov premyerasiga bordik. Aytgancha Olovni ko'rganingiz yo'qmi? Ko'rdim, Olovni ham ko'rdim. Olovni ko'rdingiz. Yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Arvoh qiz yoki Olov horror emas, thriller-da. Endi horror joylari ham bor. Horror joylari bor. Ikkinchi istoriyasi horror-u. Men kechki payt borib, chanqasam borib suv icha olmay qoldim-da. Naturi. Endi Arvoh qiz chisti horror qilib olingan, Olov thriller aralashda. U 3 ta rakursdan ko'rsatib beradi voqeani. 3 ta qarash. Yo'q, zo'r o'ylangan. Lekin ekrasi ham yoqdi. Qirg'iz qozodim men uzr. Qirg'iz kino industriyasi uchun bu yengil edi. Bizlar uchun ham misolchi yengil edi. Sal horrorlarga yaqin olishganligi sabab. Yo'q, lekin o'sha Arvoh qizni unchalik qo'rqmadim. Men bemalol ekranga qarab o'tirdim. U yonimdagilar qo'rqdi lekin yoqdi. Yoqdi. Mengachi ko'proq anaqalar yoqadi-da, qanadir misticheskiylar bo'ladi, shu yaxshi bo'ladi. Misol uchun Olovda ham o'ylab qoldim-da, buni. Uchta odamni qarashini qilib bergan. Qayerda ko'rdingiz? Mana shu ko'rdik-ku o'zimiz.
siz yo'q edsiz Ha, olov. hamma bilan birga yig'ilib ko'rib Yo'q, ikkalamiz organizat qildik uni. o'shada o'zingiz ko'rib Ha, yo'q, men anavi bilan adashtiryapman. Arvoh qizdiganlar bilan adashtiribman. Ha. olov ko'rganimizda o'sha olov yo'q arvoh qizni ko'rmaganman hali to'g'riroq ko'rmadim lekin olov yoqdi yomon emas qirg'iz kino industriyasi Yaxshi bo'lgan. Yaxshimi? ko'rmoqchi bo'lsanglar ITV ilovasiga o'tib bemalol olov premyerasini ko'rsanglar bo'ladi ITVda Da olovdiki chiqdi. Okey. shu ishda Marvel DC fanatiman deysiz mana Marvel DC kinolarini ko'rasiz Slavniy parni degan kinoga qanaqa qaraysiz Slavniy parni? Retrosimi? Scorsese yo u boshqa boshqa tema U men shunaqa kinolarni sevaman. Endi Martin Scorsese Tarantinolari kinosi hamma ham tushunavermaydi. Qanaqadir real hayotdan qo'shimcha ma'lumotingiz bo'lishi kerak, shunda oxirigacha mazza qilasiz ular. O'z ko'rganmiz shu Slavniy parnini? Yo'q, Slavniy parni ko'rmaganman. Men tushunishim bo'yicha Sardor aka borib, hozir faqat shu Marvel, Spider-Man-chilik va to'g'ri o'rtoqlari haqida gapirsa yanada yaxshi bo'ladi. Yo'q, ular kinolarini ko'rganman. Lekin hammasini ham emas, lekin bir chekkadan ko'rib chiqish boshlaganman hozir. Lekin ular nima desa bo'ladi? Martin Scorsese, Quentin Tarantinoning kinolari juda o'ylantiradigan. Og'ir artilleriyali kinolarda. Ham o'tirib o'ylaysiz, nimaga unaqa qildi ekan, nima sababdan deysiz. Ba'zi tushunmay qolasizlar. Keyin qarasangiz bitta ma'lumotni bilishingiz kerak bo'ladi u kinoni ko'rishdan oldin. Slavniy parni kinosi, misol uchun mafiya bandalarni yaxshi ko'radiganlar uchun zo'r tanlov. Slavniy parni kinosi, chunki u Krusni otasi ko'rgandir hamma cho'qintirgan otani. Cho'qintirgan ota o'sha Michael Corleone anaqa Olimpga kelgan payti. O'sha paytdan sal oldingi bo'lgan voqealarda Slavniy parnida. O'sha payt italyanskiy mafiya imperiyasi Amerikada cho'chilib ketgan paytida. Zo'r olib bergan. Brad Pitt bosh rolda. Yo'q, Brad Pitt anaqa. Slavniy Blitkin aytasiz. Da. Slavniy parni u eski, o'ta Robert De Niro yoshligi, Adin Doma degani bo'yi pasi bor, o'shalar o'ynagan. Psix bo'ladi-yu, Tommy. Jinni bo'ladi. Zo'r olib oxirida spoiler bo'ladi-yu, ko'rmay turinglar. Sotqinlik qiladi-da bittasi. O'sha bandani bittasi eng ishonchli bosh roldagi bola. Bosh roldagi bola sotqinlik qilib ketadi-da. Endi bab ko'rmanglar, spoiler qilib yuboravering. Yo'q, ko'rsangiz lekin zo'r emotsiya. Spoilerdan uncha qo'rqmaydigan bo'lib qolganman hozir. Menimcha brigada haqiqatan zo'r o'zim zo'r. Brigadani kamida 2 yilda bir marta ko'rish mumkin, 1 yilda bir marta ko'rib qo'yaman-da o'sha serial. U men ham shu endi men oxirgi marta o'zi bir marta hayotimda ko'rganman, keyin boshqa umuman ko'rmaganman-da. 16 yoshimdami ko'rganman. Shu men shunaqa berilib ketganmanki, o'ylaganman ko'chaga chiqib bolalar yo'q, men xudoga shukr qilaman, bunaqa jinni bo'lmaganman. Yo'q, qanaqa berilganman. Mana anaqani kino, mana serialni ko'rganman-da. Prosta o'ylaganmanki, ular ham o'sha meni o'rtog'imday bo'lib qolgan edi-da. Tushunasizmi? Filni masalan o'ldirib ketishganda yoki so'yib ketadigan joyi bor-ku, o'sha payt men jinni bo'lib qolganman-da. Voy deb mashinamda shunaqa og'riq bo'lgan, xuddi meni o'rtoqlarimni o'ldirib ketishgandek bo'lganman-da. Lekin hozirgi yosh avlod bilmayman. Thomas Shelby'ni ko'rishadi, nimadir ko'rishadi, ko'chada. Shunga hayron qoldim. Yo, mayli. Bunaqa berilib ketmaganman men. O'sha kinomi kino, o'sha yoshligidan menga o'rgatib kelishgan kino. Ko'rib bolalar ko'chaga chiqib. Voy, o'zimizda ham bo'ldi. Mana turnir bor-ku, serialimiz chiqdi-yu. Bizning mahallada poli bor, ekskursionni. Bir kun ishga ketyapman, chiqsam, polning yoniga mashinani qo'ygan edim-da. Mashina shunda o'tirdim, ozgina qizib olsinsa, maktab bolalari endi turnirdagi urushga harakat qilyapti-da, ya'ni. YouTube'da lekin ko'rib turibdi-da, ya'ni telefonida nimadirlarni ko'rishyapti, men tushunmadim, nimani ko'ryapti. Rostdan bir-birini shunaqa tiyibdi-da, shunaqa uryapti. Jinnimi bo'ladi, men shuni borsam, turnir serialni ko'rishayotgan ekan-da. Shunaqa urushib o'zligidan yasab olishibdi-da. To'xtalar uka, men o'rgataman. Ha, yaxshi dedim, yosh avlod yaxshi ketyapti dedim. Men o'rgatganman. Ya, keyin endi nima desa bo'ladi? Bunaqa lekin ko'payib ketyapti. Aytman o'sha Thomas Shelby'da yana nimadir slow patsani mana aytganlaridagi. Urush yo janjalli anaqalarni yaxshi ko'rishadi. Bizlarga berilib ketishadi. Hozir ham o'zidan tasavvur qilib bolalar. Shu yomon-da. Mana sizlarga bitta nima deydi? Hayotda bo'lgan narsani aytib beraman. Mana Komil degan o'rtog'im bor. Mendan 1 yosh katta bola. U yoshligidan nimadir ko'rsa, nimagadir shunga harakat qilardi-da, shunaqa bo'lishga.
bir kun jo'shqinlashib ketardi ko'rib sirasi. ha shunaqa Kechqurun soat 3 da hech kim yo'qligida bir o'zi motivatsiya Trubka qilib, agar eshakda. yo'q mayli bir kun bunaqa bo'lyapti endi turnik biza qilardi u yoshlikda ko'chaga chiqib turnik shunaqa qilyapti endi optuvda ham qilyapti bordim man точно bildim u 3 metrani ko'rgan topimman-da tepaga chiqib olmabdimi standart yo shu turnikka o'zicha qilyapti endi komil desam keyin erta shu ko'rgan ekanda boshlandi endi o'zidan yasayapti qanaqadir jahldor payt uraman bir balolar qilaman deb keyin shu Shuhrat degan o'rtog'imiz bo'lardi bizdan rahmatli shu bir kun o'sha kunlar oralig'ida shu o'rtog'imiz avariya bo'lib o'tib qoldi-da janoza bo'lyapti shu janozaga chiqib bizni tobutda oladigan paytimiz komil endi o'sha payt shunaqa kulga kelyapti endi o'zi yig'laman boshda bizning o'rtog'imiz endi o'tib qoldi komil endi achiga o'xshab devorni uryapti-da endi kinolardagida keyin tobutni ko'tarib olamiz bilasizlar. ha men bilaman kinoni ko'rganda o'zidan yasayapti keyin tobutni olib tushdik qarovimni men ko'tara olmayman deyapti-da boshqa bola ko'taryapti undan qarasam qo'li ishib ketganda achini qo'li sindi bo'ldi tamom achi tushunasiz keyin bir kun Turnik qilolmaydi endi. u mayli u ishdan ham bo'shatib yuborishgan endi ishga kirgan edi-da povurchilik ishga kirgan endi qo'l mana bunda gips bo'lib yurgan 3 oy ham unaqa qilib achi bo'lib undan keyin yana nimadir kinoni ko'ribdi-da ipmanmi nima dedi ipmanmi qarshi daraxtga ana dasirmol osardi-da daraxt urardi jinni san nima qilsan komil derdim-da keyin mahalladagilar bir kun aytganda mashinadan uzoq yurlar endi ishganda Jo'shqinlashib ketadigan bola ekanda. ha bitta ko'rsa ekanda bittada. mana shu bitta ko'radi kinoni yoqadi-yu polni beriladi O'rgimchak odam hali ham ko'rmagan. Tomda garajlarda yurardi. Sakraveradi. Shunaqa. Ular shunaqa berilib ketardi o'rtog'im. Mana o'zi silada shunaqa bo'lgan qanaqadir kinoga berilganmisizlar. Berilib ketish bo'lmagan menimcha. Kinodagi narsani hayotda qilib ko'rish bo'lmagan menimcha. Menda lekin bo'lgan hozir esimga tushdi. Bilsanglar agar eski koreyskiy kino bo'lardi. Endi u payt necha 14-13 yoshimizda ko'rganmiz, adashmasam, futbol. Dvorovый futbol o'ynashgan super futbol bo'lardi u yerda. Bitta debsa uchib olovlar qilib kung fu futbol. Ha, o'sha. Varotarani to'xtatib ko'rganmiz. O'shani ko'rganimizdan keyin o'zimizcha endi po'lamiz bo'lardi mahallada. Mashq tepishga harakat qilardik-da, ana. Oddiy tepish emas, havoda qanaqa akrobatik tepishga aniq qilib harakat qilib, o'sha berilib ko'rganmiz-da, vallahi. Shu kinoda lekin qanaqadir atmosferani g'alati olib bergan-a. Bir jirkanch olib berganmi deyman. Yosh yag'ir, bittasi yag'ir, bittasi qiz xunuk. Yirtiladi, boshqada, u yerda urish, jang g'alati, ana buni ko'rganman-da u kinoni. Убойный futbol menimcha, ruschasi, убойный futbolmi shunaqa edi. Ha, shunaqa qilish. Bir просто atmosferani ko'rganman-da, deganman-da, bir qanaqa olib berishdi deb hayron qolganman. Lekin o'sha anaqa bo'lganmi, so'da. Yo, zo'r kino anaqa qilgan. Biz ham shu harakat qilardik. Shunaqa tepishga. Yo, men esladim. Jumon ko'rib olib turib, ko'chaga chiqib, daraxtdan eng zo'r anosini qirqib olib, sindirib olib, ikki tomonga qo'yib, qilich ham qilar edik, kamon ham yasar edik, dvorga dvor urishar edik. Yo'q, u kichkinaligimizda bo'lgan. Jumonni ko'rib olib, yana bittasi bor edi, Jang Bobomi? Dengiz hukmdori. Uni ko'rar edik. Oilaviy o'sha Tangemni ko'rganmiz, boshlangan Merlin istopar ketgan bu yerga. Tangemni bilasizmi? Men yaqinda bildim, u serialning nomi Tangem emas ekan. Ha, Saroy Javohiri. Saroy Javohiri ekan serial. Shu Saroy shunaqa edi. Yo'q, adashmasam biz Tangem deb Saroy Javohiri derdi. Saroy Javohiri. Endi men u serial Tangem deb yozdim. Ya o'zi hamma xalq tilida o'zi u Tangem edi. Ha. Keyin prosta anaqada Saroy Javohiri deyishardi-da. Menimcha hech kim voy hozir Saroy Javohiri bo'ladi demasdi. Voy hozir Tangem boshlanadi deb ko'rishardi-da. Qolib ketgandi Tangem. Shuna. Lekin ular ham yaxshi olib bergan bor-ku. Mazaq ko'rar edik, ilojimiz bo'lmadi. Qiz san'atasi bo'lardi, qiz san'atasi. Qiz san'atasini uncha ko'rmaganman men. Ko'rganman dedi. Mana majburligidan ko'rganmiz-da ular. Lekin yoqqan, yaxshisi masalan Merlin menga yoqadi, zo'r. Merlin zo'r. Eng zo'rlardan bittasi Merlin. Merlin o'zi nechta sezon? Chunki men nimadan sezib qo'yganman? Ko'plik. Merlin sochi bardak bo'lardi-yu. Yo'q, sezon qilib ko'rsatmasdi-da bizga. Yo'q, o'zi nechidir sezonda, menimcha. Nimaga? Keyin bilganman. Prosta mana qaranglar. O'sha payt bizda bilsanglar bitta seriyani 2 ga bo'lib, 3 ga bo'lib ko'rsatib tashlardi-yu. Merlin shunaqa. Merlinning sochi bardakroq edi-da. Mana uchun bardakroq edi. Keyingi seriyasida bor-ku.
akkantovka qilingan takoy davom qilmamda menimcha boshqa sezon boshlanib ketdi-yu bizga indashmadi dedimda shunaqa edi-da orada sartaroshga o'tib keldi shu hayron qolganman sehrgari to'g'ri yaxshi rejissyorskiy qarash edi javob topsa bo'ladi hamma narsaga. Xo'p, endi yoshlikda indis kino ko'p ko'rgandirsiz. Da, indis kinolar ham ko'p ko'rar edik, chunki meni opam bor, 6 yosh katta. Indis kinoni rosa ko'rardi. Sen Majburlikdan ko'rar edik-da, Shohruxxonda hamma kinosini bilaman adashmasam. O'sha Virvazaradan tortib Om Shanti Om bu yog'i ketdi. Om Shanti Om. O'shalar hammasini ko'rar edik. Men uchun nomer 1 kinolardan bittasi to'g'risi Om Shanti Om. Bilmadim nimaga. Don bor, keyin 3 savdoyi eng zo'rlaridan. Ko'pchilik 3 savdoyi deydi. indis kinolardan sal yiroqroqda. Yo'q, lekin yaxshi. Masalan, Om Shanti Om bilmadim-ku. 2008 chiqqanda men ko'rganman. Men birinchidan ana o'sha Shanti bor-ku, Deepika Padikone'mi oti shunaqada. Men bitta ko'rib sevib qolganman men u qizni. To'g'risi. Deepika Padikone adashmasam otida. To'g'ri otini yozinglar, izohladi. Qarachi nima bo'lgan? Bir kun mahallada men o'tiramiz, endi bolalar bilan ketga o'ynayirdik-da. O'ynaganimizda bitta bola endi nima deydi? U bola ko'p o'ynamasdi, lekin unda ketkasi ko'p edi. Meni ikkita o'rtog'im bo'lardi. O'zi hammasi o'rtoqmiz. Bitta ketga bilan chiqardi, bir qoplab kirib Yo'q, ular urardi-da bolalarni, olib qo'yardi. Bu tengdoshimiz. Shu urganmi, olib qo'ygan, shu qarab turman, keyin o'sha bo'lmasa u bola ketkasini berdi, bo'g'yotdi-da. Endi yosh bolamiz hali. Menga yoqmagan u narsa-da. Prosta, Dilmurod qo'y, tegma deyapman-da. Sen aralashma bir bola o'tdi, bo'g'yotdi yana-da. Keyin ikkinchisi bitta urdi-da. Endi yosh bolamiz. Menga shu narsa yoqmadi-da. Mahmudim o'zi yig'lab oliydi-da. Men yoshlikdan mana shunaqa narsaga chidolmayman-da. Ya'ni kimdir ursa, masalan, mana shunaqa bo'lsa-da. Keyin urushib ketdim. Qarash tapur-tupur urushib ketdim-da. Ana o'rtog'im bilan uni burni qonadi. Qarochi, keyin ajratib olishuvdi. U bolaga yoqmadi burni qonaganida. Shahbozni ham burnini qonataman deyapti-da. Bo'ldi, urushamiz birga bir deyapman-da. Endi men ham endikin qo'rqib turibman ichimda. Men ham burnimni qonatib qo'ysa-chi deb. Endi yosh bolaman-da, miyamda shunaqa bor. Diligran javob beraman. Keyin shunaqa urushayotdi, kimdir endi uydilarimizga menimcha yetgan, u payt birinchi etajda yashardi-da. Shu uydilar chiqdi-da, "Davay, bo'ldi, uyga kir, urushsang, qarachi ko'chada, qarachi urushsang ko'chada o'ynaysan" deydi. Uyga olib kirib ketishdi meni. Yangi disk buvim olib kelganlar. Bozorga chiqqanlar-da, o'sha payt bozorlarga qo'yib olib kelgan ekanlar, buvim indiski yaxshi ko'rarlar. Om Shanti Om turibdi. Bitta qo'shman tushunmaganman, men yig'lab o'tiraman, prosta uyga nima chaqirib oldinglar deb. Tushunasizmi, hayolim, fikr-hayol urushdi. Ertaga chiqaman, yana urushaman deyapman, baribir-da. O'tiraman, Om Shanti Om boshlandi. Ko'ryapman, shunaqa endi hayol bor, bo'ldi, urushdan ketdi, kinoni shunaqa ko'ryapman, ishoni Shantini ko'rdim, sevib qoldim. Om o'ldi, qarochi. Voy dedim, qaytib tirildi. Vo, nima bo'pti bu yoqda deyapman-da. Kinolari bor, muzikalarini yodlab olardim-da. Muzikalari zo'r bo'ladi. Muzikasi haqiqatda zo'r. Uyalardim. Endi hozir juda katta bo'ldi. Bu narsadan uyalmayman, lekin yaxshi ko'rardim. Uyalardim, maktabda keyin etmasdim-da. Men u payt adashmasam 2-sinfmi bo'lgan, 2008-yilda 3-sinf bo'lgan ekanman, adashmasam-da. Shu mashita qolib ketgan shu kino. To'g'risi, haligacha ko'raman-da. Bir yilda bir marta ko'rib qo'yaman shu kinoni. Men indiski bilasan, men xayol bilan nima qolib ketgan. Fantastik 3 marta, 4 marta uchib kuch olani shu olani o'qilani, shu olani shunaqa o'qib qolib. Har xili bor-da. Yo'q, Om Shanti Om unaqa emas. Yo'q, ko'rganman, anaqa Shohruxxonning kinolari misolchi unaqa emas, boshqa emasdi. Men xayolimda shunaqa bazo kinolari qolib ketdi. Yo'q. Siz uchun qanaqa indisi kino masalan, yuragingizdan joy olgan? Zo'r. Shu Donda 1-2sini ko'rganman. Zo'r qilgan. Keyin nomi esimdan chiqib ketdi. Nima deydi? Chinday Express bor. Voy, ikkala o'ynagan o'shani. Yuragidan joy olgan. Chinday Express bor, Virvazara bor. Adashmasam shu Om Shanti Om bor, keyin har xili bor edi. Men borman-ku-chi. U ham bor. Shohruxxon o'ynagan, zo'r o'ynagan. Zo'r o'ynagan. Ko'p hozir esimga kelmayapti nomlari, lekin hozir miyada aralashib yotibdi-da hammasi. Shohruxxon o'ynaganlari aralashib yotibdi. Bir xilga o'xshaydi, aralashib yotibdi. Endi bizning O'zbekistonga faqat o'shalarni olib kelishardi. Tezlik zo'r, tezlik yoqadi. Tezlikni ko'rganmisiz? Ko'rganmiz. Men ko'rmaganim yo'q. 2-3-ni ham 3 chiqdi oxirgi marta. 3 Amirxon chiqqanimi, to'g'rimi chiqqani bor.
shunaqaroq o'sha u endi B planga o'tib ketgan deb bir o'ylayman. ikkilari zo'r chiqqan mazaq ko'rar edik. Mana Bir ikkisi. Hindistonga menga bitta aktyor esimga tushdi. Ya'ni Amitabh Bachchan. Ha. Shu bitta savolni ikkalaylik. Amitabh Bachchan, Leonardo DiCaprio va Tobey Maguire o'ynagan film. Buyuk Qaysi? Gatsby. Veliki Gatsby. Ha, yo ko'rganman. U ham yaxshi kino. Bitta deysizlar. Adashmasam bitta kadrda chiqardi, bitta epizodda chiqardi. Podvoldiga bardami shunaqada. Oh my boy deydi, baxtga deydi. Sochini oldiribmi, soqolini to'g'rilab turibmi o'tirganda. Shunaqa. Lekin o'sha Veliki Gatsby Zo'r olingan. Mazaq ko'rganman. Xo'p, o'zi ana indiskini masalan gaplashyotdik-ku, nimaga Shohruxxon deysiz-ku? Endi birinchidan Shohruxxon o'zi bilan otiga o'xshab ketadi-da, populyarniy bo'lgani uchun bizanikidan ko'proq o'sha kinoni olib kirishardi O'zbekistonga. Bir xil kinolar bor, biz ko'rmaganmiz masalan-da. No, endi ommabop уже xalqbop bor, kirish bor, jodular, joduni lekin ko'rganman. Ko'rar edik-a. Ya, o'zi yaxshi. Maktabda bittasi ustidan kulyurardi. O, jodu. Endi keyinchalik bo'lib ketdi. Yomon ustidan kuladigan bo'lib ketdi. Ana bundan oldingi podkastda ham gaplashib o'tdik-ku. O'zi oldin jodu desa, vau bo'lardi-da, boshqacha kino bo'lardi-da. Hozir buni kuladi. Ha, hozir endi kuladi. Endi hozir chiqmay qo'ydi, adashmasam, unaqa yaxshi kinolar, o'sha aynishdi Shu men aytganimdek. Bir ikki marta o'sha yaxshi proyekt chiqaryapti, adashmasam, oxirgi marta nomi esimdan chiqib ketdi. Qanaqadir super qahramon haqida chiqdi-ku yana bir marta. Va anaqa Bir bala degan. Jivan. Yaqinda chiqdi. Shohruxxon o'ynaganmi? Yo'q, boshqa. Yaqinda chiqdim, yo'q bilmayman, bitta anaqa haqida. Urushda nimadir kimdir soldat haqida-da, otini eslolmayapman hozir. Hindistonliklarning kinosi ekan. Reytingi baland, IMDb'da. 8/8 mi shunaqa? 8. Siz anaqani aytmayapsizmi? Grand Taj Mahal degan anaqani aytmayapsizmi? Yo'q. Nimadir Patshi degan kino. Ha, yo'q. Lekin men o'shani ko'rdim. Chista IMDb'da reytingi baland bo'lgani uchun ko'rdim. Indiyani ko'rdim-da, dedim. No, lekin ko'rdim o'sha kinoni. Menga shunaqa yoqdi. Shunaqa zo'r olib qo'yishgan. Ana hayotiy, birinchidan hayotiy urush payti olingan. Nima desam, tarbiyaviy kino ekanda. Hindiston Keyin yana bitta shedevr bor Hindistonda. Xarobadan chiqqan millioner. Boshqa uni menimcha anaqa olgan shakar. Maktabi boshqa bo'lgan. Endi hindistonliklarga o'xshab ketmaydi. Boshqacha olinganda baribir. Uni yo'q, o'zi uni Britaniya olmaganmi? Shunaqaroq. Yo'q, Britaniya, syomочный anaqasi Britaniya. Britaniya olgan. Hindistonning hayoti. Hindistonning hayoti. Ha. Anaqa kino ham bor. Toj Mahal degan kino ko'ringlar. Adashmasam bo'lgan voqeada-ku. Toj Mahal degan mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonaga adashmasam pokistonlik terroristlar bostirib kiradi-da. Ichida qolib ketadi hamma mehmonlar, yopib qo'yishadi-da, birin-ketin hammani o'ldirishni boshlashadi-da. Shunaqa joyda joylashgan bo'ladiki, ana ularning politsiyskiligi bor-ku, ular kela olmaydi hali, ularda kuch yetmaydi, kam bo'ladi-da. Zaложник qilib yarmini oladi, yarmini yomon o'ldirib keturishadi, farqi yo'q-da. Shunaqa zo'r olib bergan, hayotda bo'lgan voqea ekanmi? Shunaqa deyishganda. Payti keladi, bittasining chaqalog'i bo'ladi-da. Dush yonida bekinib turgan bo'ladi, terroristlar kiradi-da. Lekin uni ko'rmayapti. Chaqaloq yig'layapti-da. Tushunasizmi? Ikkita yo'li bor. Yo shu chiqish kerak, iltimos otmanglar debdi, uni baribir o'ldirib ketadi. Yoki chaqaloqni o'zi og'zini yopib o'ldirish kerak. Yig'lamaslik uchun. Shunaqa zo'r olib bergan, ko'ringlar. Keyin bitta qiz bo'ladi. Erinimi adashmasam otib o'ldiradi-da, qizni endi otib o'ldiradigan payt qiz o'sha kalima keltiradi. "Sen musulmonmisan?" deydi-da. "Men musulmonman" desa, biz musulmonlarni o'ldirmaymiz deb qo'yadi-da. Shunaqa joyi bor. Yaxshi olgan, uni ham reytingi baland. IMDb'da adashmasam 8.2 mi shunaqada-da. Pokiston bilan Hindiston orasida juda ko'p bo'ladi, anaqalar. Oldin bo'lgan-ku o'zi bir marta kattasi bo'lgan. Ajralib chiqqan paytida Pokistonda. Alohida respublika bo'lib chiqqan ular. O'shanda bo'lgan-ku. Shunaqa. Bu yerda qolib ketganlar ketgan. Poyezd tagida qolib ketgan anchasi. Yo'q, shunaqa ham bo'lgan. Adashmasam juda ko'p qanaqalar bo'lgan. Qon to'kilishlar bo'lgan juda. U haqida kinolar ham bor adashmasam. Bor. Pokiston respublika bo'lib chiqish haqida. Xo'p, o'zi masalan oxirgi payt siz ko'rgan kinolardan qanaqasi bormi masalan? Miyangizni portlatgan, wow deb ssenariy tomonlama yoki qanaqadir nimadir tashab ketadi-yu, ilmoliy nimadir pasxalkalar tashab ketib.
bir ikkitasi bor, endi yaqinda emas. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, Netflixda olgan Daniel Craig ijrosida Достать ножи bir-ikkisi detektiv janrida cho'tki chiqqan, o'sha yoqdi menga. Birinchi Anna de Armasman o'sha Chris Evans o'ynagan. Ikki yoqmadi menga o'sha kinoni. Biri lekin chiqqan Edward Norton yaxshi o'ynadi, Dave Bautista chiqdi. Endi yaqinda 3-inchisi chiqadi, 3-inchisi plan qilishdimi? Bu yil chiqadi, xudo xolasa. Uje suratga olib tayyor bo'ldi adashmasam. Yo'q. Bir narsa smert, bir narsa nomi. Uni ham kutyapman. O'sha esimda qolib ketgani. Keyin Ataka Titanovni ko'rganman 1 yil, Anime 2 yil oldin. U yangilik bo'lgan menga. Ya anime undan oldin 3 ta 4 ta anime ko'rganman. Sportga oidini asosan. Keyin basketbolli emasmi? Basketbolnisini ham, voleybolnisini ham, futbolnisini ham ko'rganman. Ataka Titanovni aslida men oldinroq ko'rishim kerak edi. Hamma aytgan zo'r deb. Qarasam oxirigacha chiqmagan ekan. U emasmidi? Igro prestolovga yaqin qilib o'xshatib olishgan. O'shanisi. O'xshab ketishi mumkin, qaysi sifati bilan o'xshaydi? U yer Ataka Titanovda ham bilmaysiz kim o'lishi, kim qolishini. Ya'ni devor ham bo'lardi shekilli. Devor ham bo'ladi, endi devorlar 3 qavat devor bo'ladi, lekin syujeti zo'r. Boshidagi 7 ta qismiga unchalik tushunmashingiz mumkin, sal zerikarli tuyulishi mumkin. Bu yog'iga shunaqa zo'r ketadi. Anaqa ham xuddi shu Game of Thrones boshida sal qiziqarliroq bo'ladi. Shunaqa, xuddi shunaqa. O'sha yangilik bo'ldi, chunki qachon chiqdi? Oxirgi o'sha sezoni adashmasam 1 yil yoki 2 yil oldin noyabrda chiqdi. Menga o'sha bahorda aytishayotgan edi, ko'ring zo'r deb, qarasam oxirigacha chiqmaganda, menga yoqmaydi-da shu narsa. Hozir ko'rib qo'yaman, keyin esman chiqib ketadi, u qachon chiqadi, keyin uni yana boshqadan ko'rib chiqish kerak. O'tirishingiz kerak. Keyin bo'ldi, kuzda o'sha kutganman kuzgacha. Kuzda chiqqandan keyin sirazi ko'rganman, yoqqan haqiqatdan zo'r. Keyin 3-4 oy o'tib yana bir marta ko'rib chiqaman, chunki Ataka Titanov shunaqa animeki, ikkinchi marta qayta ko'rsangiz, uje boshqa rakursdan ko'rasiz. Hozir men tushuntirib bera olmayman-da. O'zingiz ko'rsangiz tushunasiz narsa. Xuddi yangitdan ko'rayotgandek his qilasiz ikkinchi marta ko'rsangiz. Christopher Nolan'ni top 3 ta kinosini ayta olasizmi siz uchun? Bemalol, deyarli hammasini ko'rganman. 3-o'ringa mayli qo'yamiz. Endi bilmadim. Endi Nolan bilmayman, 1dan boshlab 3gacha o'ylam. 1ga Interstellar mayli. 2ga Inception. O'sha Начало, 3ga bilmadim, variant ko'p. Oppenheimer ham yoqdi. Bu yoqda Tenet bor, Tenet sal chalkash, tushunishim qiyin bo'lgan. Keyin Dunkirk, Tenet o'ynagan. Robert Pattinson o'ynagan, keyin Washington ismi chiqib ketdi. O'sha Washington. Qoratanli. O'sha o'ynagan. Shu asosiylar shular o'ynagan. Yaxshi vaqtni orqaga qaytarishdi. Qanaqadir shunaqa ixtiro qilingan, vaqt orqaga qaytib ketadi. Masalan, bitta joyda vaqt orqaga qaytib, bitta joyda to'g'ri ketgan bo'ladi. Shunaqa narsa. Keyin oxirida birlashtirib, ruscha nomi nima? Ruscha nomi Dovud. Dovud ko'rmagan. Dovud. Tenet, o'sha Tenetda o'sha nima? Haqiqiy samolyot portlatganda. Nolan. O'shanda portlatgan. Mana bunaqa oxirida zo'r bo'ladi, 2 guruhga bo'ladi askarlarni. Birinchi ko'k qizil adashmasam, qizilga o'sha qurilmani berib qo'yishadi. Qizil askarlar vaqtdan orqaga qaytadi. Hammasi orqaga yuradi, avtomatdan o'qlari otilgan, qaytib avtomat kirib ketib qoladi. A guruh shunaqasi orqaga qarab ketadi. B guruh oldinga qarab ketadi-da. Vaqtdan. Vaqtda. Mana binolar ko'k jamoani buzgan bo'ladi oldin, qaytib qurilib qolaveradi, bu yerdagilar buzilib ketaveradi. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Tushunishingiz qiyin, 3-4 marta ko'rsangiz, men haligacha ham bir Christopher Nolan'ning kinolari shunaqa. O'zingiz puzzle yig'ib olishingiz kerak-da, puzzle qilib ketadi. Nolan shunaqa kinolar oladi o'zi. Keyin Dunkirk ham yoqdi, sal boshqalarga qaraganda oddiyroq. O'zi eng oddiy hikoya o'sha fransuzlar, Angliya va nemislar o'sha urush vaqti Dunkirkdan qancha? 300 mingtaga yaqin, Dunkirk o'sha Dunkirk qutqaruvi deyiladi, adashmasam. 200 mingdan 300 mingta ilojsiz joydan 200 mingta 300 mingta odam qutqarib olib chiqib ketgan bo'ladi-da. Buyuk Britaniya. Temный ritsar. Endi u supergeroyga shunga sal qo'shmay turibman. Atak trilogiyasi yoqadi, zo'r. Hammasi yoqadi. Eng yoqqan o'sha Temный ritsar yoqadi, Dark Knight.
Batmanda menimcha zo'r ochib Ha, bergan. eng zo'rlaridan bittasida. Mana qaranglar, sizlarda ham bunaqa narsa bo'ladimi? Kinoni ko'rasizlar, oti eslab qola olmaysizlar-da, lekin shu kinoni ko'rmoqsizlar, qanaqa qidirasizlar? Men ko'pincha aktyorni yozaman. Aktyorda, Yo, aktyor notanish bo'lsa-chi. Qiyin. Mana sizlarga syujet yozaman men- anaqa bir xillarda Google'ga. Ha, yo'q. Menimcha agar qayta ko'rishim kerak kino bo'lsa, albatta eslab qolgan bo'laman. Unaqasi bo'lmasa kerak-ku. Yo'q, menda bo'ldi-da. Agar qayta ko'rishli kino bo'lsa, esingizda qolgan bo'ladi-da. Yo'q, mana bunaqa narsa bo'ldi-da. Men bitta kino ko'rdim, yo Fransiyami, Italiyanikida. Yevropaga. Bitta endi zo'r ani vintajniy kostyum kiyib olgan kishi ko'jinli jurnali bo'ladi yonida-da, o'tiradi. Shu kafeda oynaga qarab, shu kofe ichadi, vafli yeydi-da. Yoniga bitta odam keladi. Aytadiki, "Men populyarniy bo'lmoqchiman" deydi-da. Taniqli bo'lmoqchiman. Nima qilib bo'lsa ham deydi-da. Ha, bo'l, taniqli bo'lmoqchimisan? Isming nima deydi-da, jurnalga yozib oladi-da. Bo'l, ketur, ertaga kelasan deydi. Keyin bittasi keladi-da, aytadiki, "Mani ancha yil shu ishlagan ishxonamni" deydi, "anaqa qilib yuborishdi" deydi. Nima deydi? "Men bo'shatib yuborishdi mana" deydi. O'sha yerda deydi. Qarchi umrimni tikkanman shu ishxonaga bo'shatib yuborishdi deydi. Nimadir qilib qarchi o'chamoqchiman, bir bolali deydi-da. U aytadiki, "Ha, isming nima?" bo'pti deb yozib oladi. U ham ketadi. Hamma o'zini ishlari bilan keladi-da, kino ishonsanglar. Xuddi ana A24 studiyasida Lokmi kino bor, ana Tom Hardy mashinaning ichida faqat o'tirib ketadi. Ha, bilaman. Xuddi shunaqa olinganda, faqat kafening ichida o'sha odam bo'ladi. Yoniga aniq keladi. Bitta kadrda. Ha, yo'q, bitta bitta lokatsiyada. lekin bitta kadr emas, bitta lokatsiyada. Keyin bittasi keladi-da, yaxshi eslab ololmayman, men topa olmaganman, lekin shunaqa yoqqan. Qarchi yana bittasi keladi, notanish anaqalar, reytingi ham past edi. Aytadiki, "Men deydi, erim bilan qarchi ajrashmoqchiman, erim lekin ruxsat qilib bermayapti, erim abuzer, u yoq bu yoq" deydi-da. Erim qanaqa yo'q qilsam bo'ladi deydi. Ertaga kelgin deydi. U ham. Bo'ldi deydi. Qarchi ko'p odamlar keladi shunaqa. Endi xuddi uni shapkasini buni shapkasini bunga kiygizganda ham naq qiladi. Ertasi kuni kampir keladi-da. Kampirda taniqli bo'lmoqchiman degan odam bor-ku. Taniqli bo'lmoqchiman degan odam keladi-da, unga aytadi, unga qog'oz beradi-da. "Men bu joydan sumka turadi" deydi. Masalan, bitta lokatsiyani. "Shu sumkani olasan-da, men bu lokatsiyaga olib borib tashlaysan" deydi. U lokatsiyada ikkinchi kelgan odamning ishxonasi bor-ku. O'sha bo'ladi. Tushunyapsizmi? Uning ichida bomba bo'ladi. Portlasa, anu nima qilsam taniqli bo'lmoqchiman deydi, u taniqli bo'ladi. A o'tda ishxonasini portlatadi-da. Xotinini, ani eri o'ldirmoqchi-yu, xotini erini o'ldirmoqchi-yu, aytadiki, "Strech urgan ering bilan" deydi. O'shaning yonida kafe bor. O'sha yoqqa chaqirganda o'zing kelmagin deydi. Bular hammasi bir-biriga ulanib Hammasini bir-biriga shunaqa ulab tashlaydigan odam bo'ladi-da u. U o'tiradi, xuddi endi yaqibi u qanaqadir xudoga o'xshatib olib berishganda. U odammi, tip hammani muammosini hal qilib beradi yaxshilikka, lekin hech kimni zastavit qilmaydi, yomonlikka aniq qilmaydi. Lekin muammosi hal bo'ladi. Sekin-sekin hal bo'ladi, keyin birikib ketdi, lekin kelishib boshlashadi odamlar. "Yo'q, men erim bilan ajrashmoqchi emasman" deydi. Uje hammasi kontroldan chiqishni boshlaydi-da. Shunaqa zo'r olib bergan, bitta ko'rdim, yoqdi, endi smisli bor-da mana. Lekin anaqa qilolmayman, topolmayman. Nima kino edi? Chat-GPT yozing, topib beradi. Shunaqa yozsa. Oxirgi bo'larkansiz. Bitta aytasiz. Yo, yaxshi bilmayman-da. Aytganlaringiz. Qarchi, mana shunaqa yaxshi kino ekanda. Mana shunaqa kinolar sizlarda anaqa bormi? Noodatiy kinomi? Ha. Noodatiy deyiladi bunaqa kino. Noodatiy edi. Menda yaqinda ko'ruvdim, esimdan chiqib qoldi. Serial edi u, kino emas. Nomi esimda yo'q-da. Xullas, ishxonaga kirsa hayoti esdan chiqadi. Hayotda ishxonadan chiqib ketsa, uje ishxonada ishi esdan chiqadi. Anaqa chip bo'ladi-da, shunaqa miyasida. Shunaqa chip bo'ladi. Yaxshilash uchun tipa. Ha. Ishga borsa hayoti esdan chiqadi o'zini, lichniy hayoti, hayotga kelsa ish unutiladi bo'ldi. Adashmasam liftga kirganda, liftda qanday nimadir bo'ladi-da, sodir bo'ladi-da, chip ishlab ketadi liftda. Chiqayotganda liftdan ish esdan chiqadi, kirayotganda hayot esdan chiqadi. O'zlashtirma, noodatiy kinolar ko'rib turasizmi? Ko'rib turaman. Oxirgi shu yana bir marta qaytadan ko'rdim. Zo'r noodatiy kinolardan bittasi u ham yoqdi. Yana bir marta ko'rgan bo'lsam ham. Qani mana Marvelni yaxshi ko'rasiz. Marvelda mana o'rgimchak odam 3 ta aktyor o'ynagan. Xo'p, O'sha 3 chalovidan bittasi eng yoqtirganingiz qaysi biri bo'lgan?
Endi Tobey Maguire, Andrew Garfield va Tom Holland. endi mayli Tom Holland chekkaroqqa chiqib turadi-yu. Nega? Endi bilmadim. Endi u ham yoqadi. Hali yoshda. Hali yosh, endi u yoqishi chunki men bu qo'shilganida, men bu qo'shilib ketgan Avengers'ga kinolarga. No, lekin Tobey Maguire'da katta bo'lganmiz. Bilasizmi Tobey Maguire'da nima? Unda Peter Parkerni zo'r qilib ochib berishgan, o'zini hayotiy muammolari bo'ladi. Katta o'zi ko'rinishda. O'rgimchak odamga emasda Peter Parkerga ko'proq urg'u berilgan. Tobey Maguire'nikida, Andrew Garfieldnikida o'rgimchak odamga ko'proq e'tibor berilgan. Peter Parker tanlash kerak bo'lsa Tobey Maguire tanlayman, o'rgimchak odamni kostyumda tanlash kerak bo'lsa Andrew Garfield tanlayman. Yaxshi gapirdi. Misty tilini tanlamoqchi bo'lsangiz Tom Hollandni tanlaysiz, to'g'rimi? Endi Tom Holland bilaman, yaxshi o'ynagan. To'g'ri. O'rtog'im-o'rtog'ida. Yo, endi bularni oldindan ko'rib qo'yganmiz. Sig'dirish qiyin-da. Masalan, Tobey Maguire'larning oldiga. O'shanda lekin uchalasi bitta bo'lganini ko'rib maza qilganman. Zo'r bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Keyin yana bitta narsa, Andrew Garfieldni masalan janglarini ko'rsangiz ham yoki yurish uchishlarini ko'rsangiz, o'rgimchak odam bilasiz, o'rgimchak odamligini, harakatlari o'rgimchakniki bo'ladi. Jang qilishda ko'rsangiz, ana nima, kaltakesak ustlardan aylanib, bunaqa o'rgimchak o'xshab yurib ketadi. Shunaqa Tobey Maguire'dan unchalik emas. Keyin sababi ham bor, chunki Tobey Maguire payti grafik unchalik rivojlanmagan edi. Shunda ham endi iloji boricha qilib berishgan. Endi Andrew Garfield payti esa ozgina rivojlangan bo'lgan, imkoniyat ko'proq bo'lgan. O'rgimchak odam tarafini qilib bergan. Keyin drama Andrew Garfieldda kuchliroq. Shunaqa, menga ham o'zi eng yoqadigan Andrew Garfield. Da o'sha nima? Amazing Spider-Man. Gwen Stacy'ni o'lishi vahshiy shedevr bo'lgan. Pautinada qo'l Tobey Maguire'dagi Mary Jane esa endi yengiltakda, ko'rsangiz, tipishda yengiltak qizda. Короче. Bu bilan shunaqada ko'rib salasangiz buziladi, lekin o'zini vibe bor. Tobey Maguire'niki aytayapman, o'sha Peter Parkerni zo'r qilib ochib berishgan. Ham o'rtog'i ham zo'r. Kim edi aktyor? Ashi dahshat o'ynagan. O'rtog'ini Garini rolida. Garini esma chiqib ketdi. Darasini lekin William Dafoe. Bu ham populyarni anaqa. Zo'r o'ynagan o'shanda. Da, shunaqa meni fikrim. O'rgimchak odamlar bo'yicha. Andrew Garfieldni o'rgimchak olamida, ana o'rtog'i endi qo'shilayotgan payt to'xtab qolganda. Shunaqa bo'ldi. 3-qismi olinmay, 3-qismida Zloviya shestorka chiqish kerak bo'lgan. Oxirida Pascalga qoldirib ketishgan. Tobey Maguire'da 4-qismi ham olinish kerak bo'lgan, ssenariylar tayyor bo'lgan. Unda Vulture, ya'ni o'laksaxo'r yovuz bo'lish kerak bo'lgan. Tobey Maguire 4-qismida. O'laksaxo'r Morbius emasmi? Yo'q, o'laksaxo'r bor. Mana bu Tom Hollandnikida ana o'ynagan 1-qismida chiqqani bor, qanotlar bor. O'sha. Bu yerda endi bunaqa mexanik qanot emas, haqiqiy qanot bo'lish kerak bo'lganda, komikslardagidaqa yovuz bo'lish kerak bo'lgan. Keyin Atmen bo'lib ketgan, shunaqa bo'lish kerak bo'lgan. Atmen bo'lib ketdi, orada ishlanadi degan gaplar chiqdi, baribir ishlanmas ekan. Endi o'sha ular qaridi-da, endi endi oxiri shu mana bu Avengers'ni 5-6sida chiqib bersa yetadi shunda o'zi. Keyin shu bilan tugaydi ularki. Shu bilan sekin xayrlashamiz ular bilan. Nariy dunyoga harakat qilishadi. Oxirgi uchala chiqqan paytda ular ketdi shakil o'zini anaqasiga. Ketdi, endi bu yog'iga yana kasha bo'lib ketadi. Bemalol ochmasa bo'ladi-ku. Gaplashib turamiz edi shakil o'zi oxirida shunaqa deyishdi-yu. Xo'p, o'zi qahramonlardan bor-ku. Farqi yo'q, DC'mi, Marvelmi? Qaysi birini как бы olamiga tushib qolgan bo'lardingiz? Shuna xohlar edingiz. Qaysi personaj bo'lardi siz? O'zim personaj bo'lishimmi yo olamga? Siz yo'q, как бы o'sha personaj. Masalan, to'rt o'rtog'ingiz o'rnagami? Ja unaqa chuqur kirib ketmaganman men. Yo'q, nima deydi? Aniq bo'ladi-ku. O'ylab ko'rasiz-ku, masalan. Qiziq, o'zimga bunaqa savol bermagan ekanman, to'g'risi. Qaysi qahramon bo'lishim? Endi qizig'imi? Men Doctor Strange qiziq bo'lsa kerak menimcha. Sizga ham Doctor Strange yarashadi deb o'ylaysizmi? O'yingizmi? Ko'rinishimgami? Mana siz faraz qiling, siz mana o'zingiz bo'lishingiz o'rniga o'ynayapsiz-da. Endi bilmadim, uni muxlislar, obunachilar aytish kerak-da. O'zingiz xohlaganingiz yo'qmi? O'zimga o'zingiz masalchi mana xohlaganingiz yo'qmi? Yo'q, men aytayapman, Doctor Strange bo'lib qolish xohlardim. Sehrgar, qiziqdi baribir. To'g'ri. O'rgimchak odamdan ko'ra qiziqroqda menga. To'g'ri. Yesuzubini obunachilari sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana Sardor aka qaysiga mos ko'proq kimga tortadilar? To'g'rimi?
faqat sal yaxshiroq yozinglar. Izohlarda yozib ketinglar. Faqat Marvel'niki bo'lsa. Ya diye farqi yo'q, DC bo'lsa ham farqi yo'q. Endi boshqa kinolarda xavfliroq bo'lsa kerak menimcha. O'lib ketish anaqaroq, u yoqda ko'proq yoqda, to'g'ri. Kamida Superman bo'lish kerak edi. Interstellar lekin yaqinda IMAX bo'ldi, bildingizmi? U 10 yilligiga bo'ldi-da. Yo'q, bir oy qo'ydi, keyin yana bir oyga cho'zishdi. Boraman deb vaqtim bo'lmay qoldi. U IMAX nima? Farqi bor? Men kirib ko'rdim, tushunmadim uni. Men IMAXda Interstellar ko'ra olmadim, ulgurmadim, lekin Dune 2sini ko'rdim IMAXda. Shunaqa zo'r. Nima? Hamma har qayoqdan zvuk keladi. Kinoteatrda ham shunaqa bo'ladi. Asosan zvuk, yo'q, hammasi shunaqa bo'ladi. Qarang, IMAXda ekran ko'p bo'ladi. Masalan, qora chiziq turadi pastida. Kinolar o'sha yo'q bo'ladi. To'liq bo'ladi. Ranglari sochni bo'ladi. Ha, uni katta o'zgarishmas ekan. Yaqinroq. Mana bunaqa narsa bor-da. IMAX-ga moslashtirilgan kino bor. IMAX-ga moslab suratga olingani bor. Masalan, Dune IMAX-ga moslab suratga olingan. Masalan, Godzilla Kong chiqdi, u ham IMAX, ya'ni unda ham suratga olingan. Bilmam, kitobi bo'yichami shunaqa deydim, unaqa suratga olinmagan-da Godzilla Kongga qarshi. U qanaqa moslashtirilgan IMAX-da, unaqa o'shanaqa zo'r bo'lib chiqmaydi baribir. Yo'q, masalan, Instagramda bir reelslar chiqadi, ko'ruvmadinglar? Odamlar o'tiradi, tomlar ham, pollar ham, ana monitorlar, mana yo'g'on taraflar ham monitorda. U endi 3D variantida. Вообще, hamma butun anaqa bor-ku, kino zalda o'zi monitor bo'yatibdi. U anu-ku, nima Amerikadagi dumaloq narsani aytyapsiz-ku? Men o'yladim, o'sha IMAXmi deb o'yladim-da. Katta dumaloq, u prosta men shunaqa kino ko'rilmaydi, o'zi maxsus videolar. Men boshida bilmasdim-da IMAXga. Yo, tushdim, men qiziqdim, men shunaqa deb o'yladim. Menga bitta o'ris, bitta anaqa bor edi, o'rtog'im. O'sha olib tushdi-da. Men shunaqa deb o'yladim, xayolimda. IMAX shunaqa. Bitta tushdim, oddiy anaqa. O'tirdim prosta. 3D'siga tushdingiz IMAXga. Oddiy IMAX emas. Ekran kattaroq, IMAX aslida o'sha 3D bo'lmaydi, shunday ko'rasiz. 3D'lisi ham bor, endi oddiga o'xshab qoladi 3D. 3D bo'lmaydi, o'sha oxirgi ekran katta, sochni bo'ladi. Keyin mana Superman iyulda chiqadi, IMAXga moslab suratga oldi James Gunn ataylab. Ish qilib, mana 3D'sini qo'yib berishmasa bo'ladi hech kim bilan bor o'sha Superman. DC deyarli 3D bermaydi, agar DCni proyektlarga, kinoteatrga tushsangiz, deyarli 3D ko'rmaysiz. Ha, Batman ham. Marvelda lekin faqat 3D ko'rasiz. Robert Pattinson bilan bo'ldi, o'sha ham zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Uni bunaqa deshoviy kinoteatrda ko'rib qo'ymash kerak, chunki o'zi mrachniy kino, o'zi qorong'i kino. Yaxshi ko'rinadi. Ana proyektor eskirib ketgan, tushunmaysiz nima bo'layotganda. Qora joylar normal. Men aytayim, qaysi kinoni? O'sha Batmanni ko'rganman, qaysi kinoteatrda. Tushunmayib, nima bo'lyapti o'zi hamma joy qop-qorong'i deyman. Yo'q, men Batmanni Magic Cityda ko'rdim-da, Robert Pattinson bilan. Yo, Magic Cityda yaxshi. Вообще zo'r olib bergan, maza qilganman. Endi ko'p kinoteatrlar eskirdi-da Toshkentda ham. Gap yo'q. Qarang, o'zi har keladigan mehmonga biz aytamiz, podkastimiz oxirida aynan tomoshabinlar uchun 3 ta eng qiziqarli filmingizni aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Faqat filmmi? Serialmi farqi yo'q, xohlaysizmi multfilm? Farqi yo'q. Keling, ham nima qiling? Bitta kino, bitta serial, bitta multfilm. Animedan boshlay. Boya aytgandek Attack on Titanovni ko'ringlar. Shu joyda ozgina ana berib ketaman animega. Masalan, kino ko'rsangiz nimadir o'rganish uchun ko'rmaysiz. Masalan, matematika o'rganishim kerak, qanday matematika haqida qanaqa kinolar bor ekan deb ko'rib matematikani o'rgana olmaysiz, lekin ko'rish vaqtida nimani o'rganishingiz mumkin. Ustoz bilan o'qituvchini orasidagi qanaqa munosabat, to'g'ri munosabat bo'lishini, ozgina odab axloqni o'rganishingiz mumkin. Lekin shuni o'rganaman deb kirmaysiz. Animeda sal boshqacharoq shu narsa. Endi qolganlarini bilmadim, ko'p ko'rmagan, lekin sport animesida, masalan, o'sha sportni qiziqmasangiz ham, umuman o'ynamagan bo'lsangiz ham, ko'rmagan bo'lsangiz ham, animesini ko'rib chiqsangiz, ipidan ignasigacha hamma ключевой narsalargacha bilib olasiz. Qanaqa pozitsiyasi bor, qoidalari qanaqa, qanday o'ynaladi, qanaqa hiyla ishlatish mumkin, hamma ipidan ignasigacha o'rgatib qo'yadi, ham qiziqarli voqealar bilan. Lekin Attack on Titan sport haqida emas. Shunchaki mazza qilasiz, boya aytdim. Ikkinchi marta ko'rsangiz boshqa anime ko'rayotgandek his qilasiz, boshqa rakursdan ko'rasiz. Buni hozir tushuntirib berishim qiyin. O'zingiz ko'rsangiz guvoh bo'lasiz. Menimcha qiziqtira oldim deb o'ylayman. Syujeti hech qaysi film, serialdan menimcha qolishmasa kerak. Xuddi shunaqa. Xo'p, birinchi, uchinchisi anime ketdi bitta. Serial? Serialmi? Endi hamma ko'rgan seriallarni
aytib o'tirmayman, o'sha vaqtinchalik Game of Thrones'lar aytib o'tirmayman. Peaky Blinders ko'rmaganlar bo'lsa, lekin bu ham mashhur serial. The Last of Us ikkinchi sezon chiqyapti, ITV ga qo'yib borilyapti. Men hali ko'rmadim, chunki oxirigacha chiqib bo'lgani yo'q-da. Asabim buzilib qoladi oxirigacha chiqmasa. Sizlarning asabingiz buzilsa. Yo'q, yaqinda tugaydi. Mayda oxirgi qismi chiqadi. 7 ta qismdan iborat. Birinchisi 9 ta edi, birinchi sezon. Bunisi 7 ta bo'ladi. Men kutib turibman chiqishi bilan yo bir kunda yo 2 kunda ko'rib tashlayman. Shunga maslahat ko'ringlar. Emotsiya va adrenalin beradi. O'yinini o'ynaganlar bo'lsa yaxshi biladi qanaqa bo'lishini voqealar. Deyarli birga bir qilib suratga olingan. Eng qiziqarli, bundan oldingi podkast joylashtirilar yomonlagan. Rosa yomon. Buni vaqtda podkast ko'rmaydi, bu podkast ko'ring. Yo, endi meni ham ranjigan joylarim bor birinchi sezonda. Netflix tarafga yurib ketib qolgan HBO ham. Lekin voqea menga qiziqarli yoqqan qanaqadir. Endi balki men horror ko'rib yurmaganim uchun bo'lishi mumkin. HBO ham shu. Endi hammani didi har xil, hammaga har xil. HBO o'zini anaqasi bilinib turardi. HBO olganligi o'zi bor. Boshqacha olardi. Endi ikkinchi sezon bilmadim, bu narsa deya olmayman ikkinchi sezon haqida. Endi xayolimga hozir birinchi kelgan serial shu bo'ldi. Ko'rmaganlar ko'rsin. Agar qiziqsalaringiz, bemalol o'yinini ham o'ynab qo'ysalaringiz bo'ladi. Xo'p, endi film qoldi. Endi bu juda qiyin. Hozir men ham hamma bilganlarni aytib tashlasam bo'lmasa kerak. Shu o'rtog'ingiz o'ynaganini aytavering. To'g'ri. To'g'ri. Yo, har safar Yo, Marvel kinolarini aytardim. Prosta Marvel kinolar bilasizmi? O'zi Oscarda ham shunaqa logika bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zim. Marvelning filmlari mustaqil film emas-da. Mustaqil emas. Uning uchun komikslar asosida deb. Yo'q, komiks asosida gap emas. Undan oldin kinolar ko'rib kelishingiz kerak-da. Agar uni ko'rmasdan turib, birdaniga ko'rib olsangiz, bir chetdan kelgan odam qo'yib bersangiz nima bo'lyapti o'zi deydi. Shu sababdan ham o'sha eng yaxshi film nominatsiyasiga qo'yilmasa kerak deb o'ylayman. Lekin masalan Uzuklar hukmdori, takoy Krasnocheslar qo'yib olgan-ku kerak bo'lsa, franshiza bo'lishiga qaramay, ular Marvelga o'xshab tarqab ketmaganda. 3 ta maksimum. 3 ta trilogiya. Mana shunaqa bo'lgan. Shuning uchun Marvelni aytmayman. Aytkim kelayotgan bo'lsa ham, unaqa zo'r kino emas. Ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. David Fincher menga rosa yoqadi, rejissyor. Adashmasa bundan keyin boshqa film olmadi. 2021mi, 2022mi oldi, agar 19 bo'lmasa. Killer degan Michael Fassbender bosh rolida. Tipichniy zeriksangiz uyda o'tirib kechga yoqib bemalol ko'rib qo'yadigan oddiy killer ko'rsatadi, har xil o'zini topshirig'ini bajaradigan bo'ladi va uni orqasiga tushadi odamlar. O'sha odamlardan qutulish kerak bo'ladi. Yaxshi olgan David Fincher zo'r rejissyor. Thriller, kriminal o'shalar zo'r oladi, boyviklarni. Shuni maslahat beraman agar kim ko'rmagan bo'lsa. Lekin wow kino emas. Boshdan aytib qo'yapman. Gap yo'q, sizga rahmat. Men ham qiziqdim to'g'risi. Albatta, o'zim ham hayron qolardim-da. Bularni YouTube'larida ko'rganimda har doim to'g'ri boltasini sovuq qilardilar-da. Qatdan olalasam o'rtoqlar ekan-da, u berlar ekan. To'g'rimi? Gapi yo'q lekin. O'rtog'im kelib turadi. Choy poy, osh-posh berib turaman. Shundan baquvvatda osh yeydigan. Ucha sever ketdi, ancha oxirgi qismda. 4 ta 5 ta bolta olib kelib, Sardor yo'lim tushdi uyingga, ash tashlab ketaman deb ketgan. Bular hammaga berib yotibdilar. O'rtoqlar, sizlarga ham kattakon rahmat ko'rganingizga. Podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sardor aka, alohida sizga rahmat. Rahmat. Chaqirganlaringiz uchun katta. Maza qildim. Ko'p narsalar esladik, suhbatlashdik, men tagidagi narsalarni chiqarib oldik. Bir ikkita kinolar yana ko'rgim kelib qoldi seriallarda. O'sha eslagandan keyin sizlar ham fikrlaringizni yozing. Mana shu savollar, fikrlar haqidagi like bosishni unutmang. Keyin interaktiv savollar ham yoqdi. Sal keyingi safar agar qiyinroq qilasiz. Albatta. Menimcha hozir uyga birinchi o'chirib chiqish sanatasini boshladim. Shunaqa. Endi keyingi safar ko'rishishimizni Xudo xolasa Aybsizni premyerasida ko'rishamiz aka. Xudo xolasa ko'rishamiz premyerasida. 31-da ITVda o'tkazormaydi. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Xayr, ko'rishguncha.